yuzdagi muammolar har doim ham biz ishlatayotgan kosmetikadan emas. Yuzimizda ajinlar ko'pligi, so'lib qolayotgani, osilib qolayotgani kollagen haqiqatan kam ekanligidan, ya'ni bizda oqsil yetishmayotgandan bo'ladi. Biz afsuski ayollar tug'ruqdan so'ng yoki tug'ruqqacha bo'lgan muddatda yuzimizga, ichki holatimizga e'tibor bermaymiz. Yegimiz kelgan narsani yeyaveramiz bo'ldi. Lekin aslida oqsil kamligi hisobiga biz terimiz osilayotganini ko'rishimiz mumkin, terimiz qurib ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun albatta kollagenni kurs qilib ichamiz. Nafaqat yuzga, sochga ham, tirnoqqa ham, teriga ham juda qonli foyda bo'lgan mahsulot. Va omega olamiz. Bu ham baliq yog'idan olingan mahsulot, yuzimizni tiniqlashtiradi, terimizni go'zallashtiradi, sochga jilo beradi, gormonlarni joyiga tushiradi. Va eng zo'r mahsulotim insulin rezidentligini tushiradigan, yuzni tiniqlashtiradigan, eng zo'r shakarqamish ekstrakti va fruktoviy, ya'ni mevalar ekstraktdan tarkib topgan eng tabiiy mahsulot bo'lgan Beauty Blend. Bu mahsulotim yuzingizni tiniqlashtiradi, dog'lar bo'lsa ochartiradi, dog' bo'lmasa bir xil tonda bo'lishga yordam beradi. Hammasini ketma-ketlikda kompleksni olsangiz, rezultatingiz, natijangiz kafolatlanadi.